Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana mening mehmonchalarim. Bugun olib keldim. Ikkita gul olib keldim. Bu guzmaniya, bu aglanema. Guzmaniya gulimiz 1 yillik gul hisoblanadi. Bu ko'p yashamaydi, o'zidan detkalar qoldiradi. Ochilib bo'lgandan keyin yaxshi ochiladi, lekin to ochilib bo'lgancha ham ko'zingizni quvontirib, quvnatib o'sadi. Parvarishi uncha qiyin emas. Yorug' joyda o'sadi. Suv barglarning orasida turmay qolsa bo'ldi. Mana qish vaqtlari barglarning orasida suvni yig'ib qoldirmaslik kerak. Shundan chirishi mumkin. O'zi uncha qiyin emas parvarishi. O'zidan 6-7 talab detkalar qoldiradi. Ochilib bo'lgandan keyin. Shu uchun endi ochilib boshlaganini olish kerak. Shunda ko'proq vaqt davomida ko'zingizni quvnatib ochilib turadi. Parvarish oson, parvarish qiyin emas. Bu gulimiz esa juda oson gul. Aglanema. Yorug' joy, soyada ham o'sadi, yorug'da ham. Suvni 1-2 cm qurishiga qarab qo'yiladi. Juda oson gul, o'zini buqinlaridan detkala beradi bu ham. Barglari katta-katta, yorqin bo'ladi. Hozir ketirdim, hali artganim yo'q. Buni hali uyda nimasiga o'rgatib, keyin garshogini ham almashtiraman. Buni garshogini almashtirib berishdi gulchilar. Shu guldan oldim. Birinchi olishim mana. O'qib qarab oldim. Chunki menga mana shu guli yoqdi. Gulini ustki qismi mana sariq bo'lib ochilar ekan. Juda ochilgandan keyin juda chiroyli bo'ladi bu. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar. Savollar bo'lsa kommentariyada kutaman. Mayli, sog' bo'linglar.